Alhamdulillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi Muhammadin va alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Mana bu Ramazon ro'zalarini tutishlikka Alloh taolo tavfiq berdi. Alloh taoloni bizga buyurgan, farz qilgan ibodatlaridan biri ro'za bo'lsa, shu ro'zadan keyin fitr sadaqasini berishlik. Fitr degan bir ibodat bor. Bu ibodat bu. Bu ibodatni mashru' ekanligida hech kim shubha qilmagan, hech kim bunda ixtirof qilmagan. Ya'ni hatto Ibn Munzir bunda ijmoni aytgan ekan. Butun ummat ijmo kelgan fitr sadaqasi, fitr zakoti borligiga. Biz mana shu fitr haqida ozroq suhbat qilamiz. O'zi fitr deganda Ramazon ro'zasidan keyin beriladigan zakot bu. Bu ibodat bu, xuddiki zakot berilgan, namoz o'qilinganday, ro'za tutilgandagidek ibodat. Buni vojib fitr deyishligining sababi chunki ro'za tugagandan keyin og'iz ochiladi, ovqat yeyiladi. Keyin ro'za tugadi, mana shu degani. Fitr degani o'zi aftaro degani, arab tilida ro'zasini ochdi degani. Fitr degani shu ma'nodan olingan. Allohu a'lam. Buni mashru' bo'lishligida hech qanday xilof yo'q. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, zakatul fitri farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakatul fitri sa'an min tamrin va sa'an min sha'ir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga fitr zakotini farz qildilar. Faroza degani bu yerda avjaba, ya'ni shar'a ma'nosida. Bizga shariat qildilar, farz qildilar, vojib qildilar zakot fitr sadaqasini, zakatul fitrni bug'doydan 1 so' va nimadan arpadan 1 so' deganlar. Abu Said al-Xudriyning hadisida keladiki, biz bug'doydan, arpadan va qurtlardan, qurt deymizmi, pishloq, o'sha paytda yeydigan taomlari bo'lgan, shundan chiqarardik deb kelgan. Demak, fitr zakot sadaqasi beriladigan bir ma'lum bir o'lchov. Qancha beriladi deganda buni qanchaligi 1 so' beriladi degan. Ya'ni bu rojihda shu 1 so' beriladi. 1 so' degani o'lchov, bu so' o'lchov Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'lari hozirgi kiloga olganda 2 kilodan oshiqcha bo'lgan. Ya'ni 2 kilo 2,5 kiloga yaqin, 2,5 kiloga yetmaydi. Agar 3 kilo berilsa, yana ham yaxshi masalan. O'sha kasrni sindirib 3 kilo berilinsa, nimadan beriladi? Bu bug'doydan yoki arpadan yoki qaysi shaharda yashab turgan bo'lsangiz, xurmodan, qaysi shaharda yashab turgan bo'lsa, o'sha shaharni g'oliban yeydigan taomidan beriladi. Masalan, ba'zi bir shaharlarda pishloq bo'lishi mumkin, ba'zi bir shaharlarda guruch bo'lishi mumkin. Masalan, mana Koreyaga o'xshagan joylarda, Yaponiyaga o'xshagan joylarda agar beraman desa, guruch, odamlar yeydigan narsasi guruch. Guruchdan beriladi. Kimga vojib bo'ladi bu fitr sadaqasi? Har bir musulmon, mukallaf bo'lgan har bir musulmon kishiga vojib bo'ladi. Musulmon va qodir bo'lishlik kerak. Musulmon bo'lishi kerak va bir kunlik yeydigan taomidan oshiqcha berishlikka qudrati bo'lishi kerak. Bugun yeydigan taomingiz bor, o'sha hayit kunida yeydigan taomingiz borda, hayitdan ertasi kuniga taomingiz yo'q. O'sha kuni taomingiz bo'layotgan bo'lsa, undan oshiqcha bera olsangiz bering. Mana shu odamga vojib bo'ladi. Ana shunday odam, o'sha musulmon va berishlikka qodir bo'lgan odam o'zi uchun va qaramog'idagi odamlar uchun beradi. Kimni ta'minlash sizga vojib bo'lsa, o'sha odam uchun berishingiz vojib bo'ladi. Xotiningizni ta'minlashingiz kerakmi? Farzandlaringizni ta'minlash kerakmi? Qullaringizni ta'minlash kerakmi? Agar qullar bo'lsa, demak o'shalar uchun beriladi. Hamma uchun, yoshi bor, yoshi katta uchun, erkak va ayol, yoshi katta hamma uchun beriladi. Bu va hur qul uchun beriladi. Kim beradi buni? Oila boshlig'i, ta'minlab turuvchi odam beradi. Farzandlar, balog'atga yetmagan farzandlar, balog'atga yetgandan keyin ota farzandni ta'minlashligi vojib emas. Balog'atga yetgan bolalarni ta'minlashlik vojib emas. Ya'ni buni qisqa qilib aytganimizda, ta'minlash vojib bo'lgan odamga berib turiladi, beriladi. Demak, qancha berilishligini aytdik va kim berilishligini aytdik va qachon beriladi? Va yana bitta, qorindagi chaqaloq uchun beriladimi, yo'qmi bunda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bu chaqaloqlar uchun berilsin degan gap kelmagan. Bu Usmon roziyallohu anhudan va boshqa bir salaflardan chaqaloqlar, qorindagi, onani qornidagi chaqaloqlar uchun berilganligi kelgan ekan. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, onani qornidagi bolaga berishlik mustahab degan ekan. Vojib emas. Mustahab bersa yaxshi, shu sahobiyning sunnatiga ergashgan bo'ladi. Onani qornida bu 4 oy bo'lgandan keyin 4 oy bo'lgandan keyin unga ruh puflanadi deyilgan. O'shandan keyin onani qornidagi chaqaloq uchun berishlik mustahab, bermasa hech narsa emas. Bermasa hech narsa emas. Qolgan odamlarga hammaga beriladi.
Qachon beriladi? Bu berilishligi eng yaxshi vaqti, eng mustahab vaqti hayit kuniga 1 kun yo 2 kun qolgandan keyin. Ibn Umar roziyallohu anhu shunday qilardilar. Zakotini 1 kun 2 kun qolgandan keyin berardilar. Va Ramazon kirgandan keyin Shofiy mazhabda Ramazon kirgandan keyin berib qo'ysa bo'laveradi deganlar u kishi. Ramazon kirgandan keyin o'zi asli sabab vojib bo'lishligining sababi Ramazon kirib, Ramazon tugagandan keyin fitr, ya'ni Ramazonni tugash boshlanganligi uchun beriladi. Hanafiy mazhabda odam borligi uchun beriladi degan, Shofiy mazhabda shu ro'zani tutib keyin fitr qilganligi uchun beriladi degan. Oldindan berib qo'ysa, demak Ramazon kirgandan keyin berib qo'yilsa Shofiy mazhabda joiz, lekin rojihi 1 kun 2 kun qolgandan keyin. Va vojib vaqti namozgacha berish kerak. Namoz Eid namozigacha. Agar Eid namozigacha bersa, bu maqbul zakot bo'ladi Rasululloh aytganlari kabi. Agarda namozdan keyinga qolsa bir sadaqa bo'lib qoladi. Lekin bo'yindan soqit bo'lmaydi, baribir berish kerak. Lekin sadaqotlardan bir sadaqa bo'lib qoladi, u o'rniga tushmaydi qoladi. O'sha uchun ham aynan namozga chiqishdan oldin berib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Eid namozini o'qishlikka chiqish paytida fitrni berish kimga beriladi? Buni berilayotgan boy kishiga berilmaydi. Buni boy kishiga berilmaydi, muhtoj, miskin va faqir deb o'ylanilgan muhtoj kishilarga beriladi. Ya'ni hamma bersa kimga beradi degan savol bo'ladi. Bir-biriga beraveradi. Siz kimni muhtoj deb o'ylasangiz, o'shanga beraverasiz. Men sizga beraman, siz bu kishiga berasiz, bu kishi bu kishiga beradi. Ya'ni bu bilan jamiyat bir-biridan to'liq bo'ladi shu bilan. O'sha kuni hech kim, hayit kunida hech kim tilamchilik qilib, yegan ovqati bo'lmasdan yo uyda bola chaqasi och bo'lib o'tirmaydi. Birov-birovga bergandan keyin almashib o'sha faqir odamlarning nimasi qo'lida bir ovqat yeydigan narsasi bo'lib qoladi. Agar bu fitr sadaqasini nimasi qiymatini bersa bo'ladimi degan savol. Qiymatini bersa bo'ladimi? Ya'ni o'zi aslida bug'doy yoki arpa yoki xurmo shunaqangi yeydigan narsalardan berish kerak. Aslida shunday. Buni o'rniga pul bersa bo'ladimi? Bunda fuqarolarda 3 ta mazhabga ixtiloflashgan. Jumhur aimmalar, Imom Malik va Imom Shofiy va Imom Ahmad va boshqa jumhur aimmalar buni qiymatini berib bo'lmaydi deyishgan. Kim agar qiymatini bersa, zakot qabul bo'lmaydi degan. Va Abu Hanifa rahimahulloh va bu Shofiylarda bir qavl va Imom Ahmadda bir rivoyatida qiymatini bersa bo'ladi deyishgan. Qiymatini bersa, qiymati degani pul bersa bo'ladi. Ya'ni arpa, bug'doy yoki guruch bermasdan pul bersa bo'ladi deyishgan. Uchinchi mazhab bu Imom Ahmaddan bir qavl va buni Ibn Taymiya rahimahulloh ixtiyor qilgan mazhab. Asl o'zi taomdan berish kerak, ya'ni bug'doy, arpadan. Agarda unga zarurat yoki hojat bo'lsa, o'shanda qiymatini bersa bo'ladi degan. Yani zarurat va hojat bo'lgan paytda qiymatini bersa bo'ladi. Alloh alam, mana shu mazhab rojih bo'lib ko'rinadi. Ya'ni asl o'zi taomdan berish kerak, guruchdan yo bug'doydan yo arpadan berish kerak. Agar hojat bo'layotgan bo'lsa o'shanga yoki guruch berishlikda bir mashaqqat bo'layotgan bo'lsa, masalan, siz berayotgan odamingizda guruchi bo'lib turib, u pulga muhtojligi bo'lishi mumkin. Agar pul berilinsa, puliga xohlagan narsasini, taomini sotib olib yeyishligi mumkin. Ya'ni bayram kuni o'sha xursand bo'lishligiga ko'proq pul bilan ko'p kambag'allarning hojati bitadi. Buni berishligini hikmati birinchidan bu ro'zadorni poklash. Tuhratun lis-soim. Vaki ibn Jarroh aytgan ekanlar, sadaqa, fitr sadaqasi xuddiki ro'za tutgan odamga xuddi namozdagi sajda-i savga o'xshaydi deganlar. Sajda-i sav namozi kamchiliklarni to'g'rilaydi. Bu ham ro'zada bo'ladigan lag'u, ro'zadagi ba'zi bir kamchiliklarni, xatosini to'g'rilaydigan narsa fitr sadaqasi bo'ladi. Ikkinchidan buni berishlik va bu miskinlarga, bu tu'matan lil masakin, miskinlarga bir taom bo'ladi. Uchinchidan bu musulmonlar o'rtasida bir-birini qo'llab-quvvatlashlik ko'rinadi. Islomni bir-birini quvvatlaydigan musulmonlar atrofida unga yordam berayotgan birodarlari borligini, islomni shoirini, islomni ne'matini his qiladi o'sha kuni. Bayramni his qiladi odam. Hamma bir-biriga taomlar, ne'matlar ulashaversa, o'sha kuni bir bayramda his qilinadi. Va yana to'rtinchisi bu Alloh taologa shukrni ifoda qilishlik bo'ladi. Alloh taolo tavfiq berib ro'za tutdik. O'shaning shukronasiga zakotini berishlik kerak bo'ladi. Mana shu aytmoqchi bo'lgan gapimiz. Buni berish vaqtini aytdik, kim berishligini aytdik va qancha berishligini aytdik. Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilsin bu ibodatlarni.
kamchiliklarimizni alloh taolo o'zi to'g'irlasin. Va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin.